Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bering, yaxshimisiz? Uzunmisiz? Qanaqa? Buni o'zi yasib turasizmi? Qon bosimi joyidami? Bir o'lchab qo'yamiz. Qon bosimi o'lchadi. Yugurib toshda yo'qmi? Hisoblarda. Oyoqdan tog'idagi yaxshi, bugun qon bosimingiz yaxshi. Men hozir sizni shu kasalligingiz bo'yicha kim bilan davolash, psixoterapiyaga yozib beraman. Hop, siz Ikkigami? Yetib qo'ygan edi. Да, выполняю везде. Ага. Qalaysiz? Yaxshi. Issig'i yaxshimi? Отлично. Kuydirmadimi? Yo'q. Yaxshi, ha? Salomat bo'ling, yaxshi dam oling. Aka, qolmang, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldi. Отлично. Kuydirsa ayting aka. Kiyindirmayotgan yo'q. Yaxshi. Normalmi? Yaxshi bo'ldi. Отлично. Bo'ling. Asta. Assalom. Qanaqasiz, omonmi? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi qabul qildingizmi? Davlengiz o'zgarmabdi, juda ham yaxshi. O'zbek qolibdi boyag'icha. Kayfiyati qanaqa? Yaxshi bo'ldi. Nima yashaysiz? Qum degan yaxshi narsa bo'ldi. Отлично. Nima bo'ldi? Bemalol. Ko'rdingizmi? Yo'q, birinchi marta oldim. Buni qayerdan eshitdingiz? Buni internetdan ko'rib kelganman. Aqtov qalasidan keldim. Qozog'iston. Qozog'istondan. Ya, Toshkentda o'zi birinchi martami? Toshkentdan birinchi marta. Buni ham birinchi marta olgan. Birinchi marta bo'ldi. Qanaqa o'zi his bo'lardi endi? Yaxshi bo'ldi, otlично. Zo'rmi? Hmm. Ketyapsiz-a? Yengil Yengil. ketyapti. Yuringiz urib ketmadimi? Yo'q, Qo'rqinchli bo'lmadimi? hech qanday. Ko'nganda, boshqa narsa qilganda? Yo'q. Hammasi yaxshi. Hammasi. Badan issig'i sezdimi? Отлично sezildi. Hozir bo'lmasa ozgina terlaringiz qotsin, choy iching yaxshilab, suyuqni ko'proq iching. Endi dush qabul qilasizmi? Keyin borib bemalol damingizni olasiz, xo'pmi?